O'zbekistondagi yagona ochiq osmon ostidagi savdo markazi haqida eshitganmisiz? Nega bu yerga minglab odamlar fontanni ko'rish uchun kelishadi? Sizdan obuna, mendan esa foydali lokatsiya. Haqiqatan ham oxirgi paytlarda juda ham katta mashhurlikka ega bo'layotgan naqd 40 ming kvadrat metr maydonga va 700 metrlik sayr maydoniga ega bo'lgan bu joy O'zbekistondagi yagona ochiq osmon ostidagi savdo markazidir. 200 dan oshiq tijoriy savdo nuqtalari, turli xildagi oshxonalar va har kuni 18:00 dan 23:00 gacha har soatda bir marotaba otiluvchi musiqiy favvora Toshkentdagi eng yiriklardan biridir. Seoul Moon deb ataluvchi bu joy Bo'suv kanali bo'yida joylashgan va har ikkala qirg'oqni ko'priklar ajratib turadi. Loyiha muallifi O'zbekistondagi yirik qurilish kompaniyalaridan biri Dream City'dir. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu joyga koreyscha nom qo'yishgan? Fikringizni izohlarda kutaman. Aytgancha, bu yerga kirish mutlaqo tekin, ayniqsa quyosh botishidagi ko'rinish juda ham boshqacha. Manzil Furqat ko'chasida, Toshkent City'dan uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. Bu videoni kimga yuborishni o'zingiz bilasiz.